Assalamu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu Xitoydan tarqagan COVID-19 kasalining uzun muddatlik oqibati to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Minglarning diqqat berishini umid qilaman. Hammamizga ma'lum bo'lgandagidek, bu vabo Xitoydan tarqagandan 1 yildan ortiq vaqt jarayonida butun dunyoda nurg'un kishilar bu vabo bilan yuqumlanib, nurg'unlagan odamlar bu vabo tufaylidan hayotidan ayrildi. Bu vaboga qarshi vaksinaninki, ya'ni unumlik vaksinaning o'tirg'i chiqishi bilan butun dunyo miqyosida o'xshamagan suratda vaksina emlash boshlandi. Bu davlatlarning ichida mushu Isroiliyada vaksina emlash nisbati eng yuqori bo'lib, vaksina sababidan Isroiliyada bu vabo ko'z ko'rinarli darajada kontrol qilingan. Hozir Amerikada bo'lsa kuniga 1,5 million odamga o'tir hisob bilan 1,5 million odamga vaksina urilmoqda. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim, endi biz burunqi bu unumlik vaksina yo'q holatdan vaksina bor holatga keldik. Agarda biz yana bir mezgil alayida diqqat qilsak, ya'ni tadbirlik bo'lsak, vaksinaga erisha olishimiz va shuning bilan bu vaboninki ba'zi oqibatlardan saqlana olishimiz mumkin. Endi bu vabo tarqqandan hozir qadar dastlabki bilmaslikdan kelib chiqqan vahima va andishadan hozir qadar nurg'un ahvollar bilingandan keyin bu vaboga nisbatan andisha burunqidek undaq ig'ir emas, qo'rqishmi undaq ig'ir emas. Anandan keyin bu vabo tufaylidan o'lib ketadiganlarning nisbatimi burunqidek undaq qo'rqinchli bo'lmayotganligi ma'lum. Yani hozir taxminan o'lish nisbati 3%dan töven bo'lmoqda. Şuna ba'zi kishilar bu kasalga nisbatan ancha bak e'tiborga olmaydigan ahvol mavjud. Chunki bu kasalga giribtor bo'lgan mutlaq ko'p qism insonlar alayda davolash ilib bormasimi saqib ketadiganligi ma'lum. Ya'ni bu kasal bilan o'lib ketganlar nisbatan burunqi tasavvurdan xilli töven ko'p odamlar bo'lib yoshlar bu vabo bilan yuqumlangandan keyinmi alayda bir kasal alomatlari ko'rilmay saqib ketganligi ma'lum bo'lgandan keyin bo'lib yoshlar ichida bu kasalga nisbatan alayda e'tibor bermaydigan ahvol mavjud. Lekin mesele bu yerde yalğız bu vaba bilen yuqumlanıp saqib saqaymaslık yoki alayda kasal giribtor bo'lish bo'lmaslik meselesiler emas. En muhimi bu vabanınki uzun muddatlik oqibati. Ya'ni biz garchi bu vabo bilan yuqumlanib bir necha haftadan keyin talto'kis saqib ketishimiz mumkin bo'lsa-mu, lekin uninki mushu insonda qoldiradigan uzun muddatlik oqibatlari hozir hamda mutaxassislarda texmi cho'ng andishlarni qo'zg'amoqda. Buning ichida yaqinda mushu dunyoga dangliq tabiat jurnalida e'lon qilgan bir maqola meniki alayda diqqatimni qo'zg'agan bo'lib, uni men qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Bu maqolada asosligi mushu COVID-19 kasaliga giribtor bo'lgan insonlardagi mushu unutqoqlik bilan boshqa sabablar tufaylidan ig'ir kasal bo'lgan insonlardagi unutqoqlikni selishtirib, bu COVID-19 kasaliga giribtor bo'lgan kishilarningki kelgusida
es yurishini yo'qotadigan yoki divanglik kasali, ya'ni Alzheimer kasaliga giribdor bo'lish ehtimolliqi qandoq bo'ladi? Ya'ni shu COVID-19 kasalida ko'riladigan unutqoqliq kelgusida divanglik kasali paydo qilamdi degan nuqtada nihoyat yaxshi izlanish ilib berib bir yakun chiqargan bo'lib, bu yakundan qarag'an vaqtida shu COVID-19 kasali bilan yuqumlanib saqaygan kasallarninki saqaygan kishilarning kelgusida shu Alzheimer, ya'ni divanglik, demensiya deydi, aql huşini yo'qotadigan kasal bo'lish ehtimolligi boshqalardan xilila yuqori bo'ladiganligi ma'lum. yoki bo'lmasa shundoq qiyoslar o'tirib qo'yilmoqda. Shunga bizningki bu kasalga bo'lgan ko'z qarshimizda yolg'iz voy kasal giribdor bo'lsam saqib ketgango, hech nima bo'lmayotgango degan emas, balkim 5 yildan 10 yildan keyin yana bu kasalning oqibatida biz nimalarga duch kelishimiz mumkin deganni o'ylasak, biz yanala tadbirlik bo'lganimiz yaxshi. Chunki hozir eng muhimi bu vaboga qarshi unumlik vaksina dunyoga kelganligi uchun biz yana bir necha oy taqat qilib tadbirlarni ilib bu kasaldan saqlana olsak, balkim vaksina emlangandan keyin bu vaboninki nurg'un xatarlardan saqlana olishimiz mumkin. Shu sababdan men bu vaqtda sizlar bilan o'zimninki ko'z qarashlarini o'rtoqlash qaroriga keldim. Bu rasmda ko'rayotganinglardek, bu yuqorida men tilga olgan bu tabiat jurnalidagi maqoladan ilingan bir sonliq ma'lumot bo'lib, shu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lgan kishilar bilan boshqa sababdan ig'ir kasalga giribdor bo'lgan kishilar orasidagi unutqoqliq ahvolininki nisbati selishtirilgan bo'lib, COVID-19 kasalidan boshqa ig'ir kasalliklarga giribdor bo'lgan odamlarda bu unutqoqliqning paydo bo'lish nisbati 31.8% bo'lgan bo'lsa, o'xshash ahvoldagi, ya'ni ig'irlik darajasi o'xshash ahvoldagi COVID-19 kasaliga giribdor bo'lganlarning unutqoqliq ahvolga giribdor bo'lish nisbati 55% bo'lgan. Bu mundaq chiqqan vaqtida shu unutqoqliqning paydo bo'lishi 70-80% yuqori bo'lgan. Bu unutqoqliq nimani keltirib chiqirdi deganda, hozirgi shu ilmiy nuqtadan aytgan vaqtida bu unutqoqliq shu kelgusida shu kishilarninki divanglik kasali yoki Alzheimer kasali, ya'ni baldur qerib ketish kasalini paydo qilish ehtimolligi yuqori deb qaralgan bir omil. Yani mundaq aytgan vaqtida bu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lgan odamlar garchi saqib ketgan bo'lsa-mu, lekin ularninki 50 yosh, 60 yosh yoki undan keyingi yoshlarga kirgan vaqtida bu Alzheimer kasaliga giribdor bo'lish xatiri boshqalardan nisbatan ko'z ko'rinarli darajada yuqori bo'lish ehtimoli bor degan gap. Undan boshqa shu 1-oyninki 5-kunisi yana shu Amerikaninki Alzheimer kasalliklar jurnali, ilmiy jurnalda e'lon qilgan maqoladami buninki shu COVID-19 kasallik giribdor bo'lganlarninki yoki shu COVID-19 kasallik giribdor bo'lib saqaygan kishilarninki kelgusida shu Alzheimer kasali va boshqa turdagi demensiya kasalliklarga, ya'ni shu esini yo'qotib qo'yadigan kasalliklarga giribdor bo'lish xatriniki yuqoriligi o'tirib qo'yilgan bu maqoladami. Demak, bu
COVID-19 kesili yalğız bir kasalga giribdor bo'lib, bir necha haftadan keyin saqayib ketish masalasilar bo'lib qolmasdan, balki u saqayib ketgan insonlarda kelgusida bulunbek yoshning cho'ng'ishiga ergishib, ba'zi yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Shu sababdan men qarindoshlarni yanala tadbirlik bo'lishga chaqiraman. Undaqda bu COVID-19 kesiliga giribdor bo'lib saqaygan odamlarda qandoq yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin, yana uzun muddatlik yomon oqibatlar kelib chiqishi mumkin degan vaqtida oldi bilan men shu ko'p uchraydigan uzun muddatlik oqibatlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bularning ichida birinchisi bu kasalga giribdor bo'lib saqaygan odamlarningki kelgusida og'riqlik his qilish, nafas siqilish, yo'tal, anandikin bo'g'im og'riqi, ko'kirga og'riqi degandek bundaq ahvollarningki xeyli uzun mezgil davom qildiganligi ma'lum. Albatta bu hamma odamda bo'ladi degan gap emas, lekin bir qism odamlarda nisbatan ko'p uchraydigan yomon oqibatlar bulardan iborat. Undan boshqa oldingi alomatlardagidek ko'p uchurmusimi, lekin yana yuz berish ehtimoli bo'lgan uzun muddatlik oqibatlar tafakkur va zihnini markazlashtirish qiyinlashish, tushkunlik, muskul og'rish, bosh og'riqi, arlab qizish, yurak tez so'qish yoki qalaymaqon so'qish. Bular hamda oldida deb o'tgan alomatlardek, oqibatlardek ko'p uchurmusimi, lekin bir qism odamlarda uzun muddatlik bu oqibatlarningki qilib qoladiganligi ma'lum. Yana uningdan boshqa, garchi oldingi ikki xil ahvoldagidek ko'p uchurmusimi, lekin ig'ir darajada bo'ladigan uzun muddatlik oqibatlar nima degan vaqtida birinchisi yurak muskuli yollig'i. Bu hozir saqaytish eng qiyin bo'lgan, bir umr avor qiladigan bir xil kasallik bo'lib, shu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lgan bir qism odamlarda bu xil yomon oqibat, ya'ni agashma, so'ralma kasallikning qilib qoldiganligi ma'lum. Anandikin o'pka iqtidorining mangulik zaxmiga uchraydiganligi ma'lum. Anandikin böbrek zaxmlanish yoki böbrek zaifligi kelib chiqishi mümkün deb qaralmoqda. Bu endi 5 yildan keyin chiqamdi, 10 yildan keyin chiqamdi, biz uqmaymiz, lekin mushundaq uzun muddatlik ig'ir darajadagi yomon oqibatlarningki kelib chiqish ehtimoli bor deb qaralmoqda. Anandan keyin teri yollig'i, anandan keyin choch tushish degandagidek ahvollar kelib chiqishi mumkin ekan. Anandan keyin zehnini yig'ish qiyin bo'lish, buni oldin deb o'tdim, balkim bumi texim uzun muddatdan davom qilgan vaqtida bu ig'irlashib, shu kishilarningki as saqlash qiyinlashish, xotirasi oson yo'qotish, anandan divanglik kasali, shu Alzheimer kasali degandek kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Oxirida anandan keyin tushkunlashish, tashvishlanish, anandan keyin kayfiyat o'zgarish, ya'ni psixika, bu odamningki keyingi hayotidagi psixikasininki o'zgaradiganligi o'tirib qo'yilmoqda. Hem yuqorqilar shu COVID-19 kasaliga giribdor bo'lib saqayganlarda kelib chiqish ehtimoli bo'lgan uzun muddatlik oqibatlar bo'lib, bu bizningki eng yaxshi bu kasalga giribdor bo'lmasligi, ya'ni giribdor bo'lmasligimizningki, ya'ni garchi bu kasal burunqidek unda qo'rqinchli bo'lmasimi, yanala tadbirlik bo'lib, amal bor bu kasaldan saqlanishimizning qanchalik muhimligi bo'libmi, bu unumlik vaksina dunyoga kelgan bugungi kunda o'zimizningki qisqa vaqtlik bir ehtiyojlarimiz uchun bu kasalga sal qaramasligimizningki naqadar muhimligini
tushuntirib berdi. Shunga men qarindoshlarniki yanala bu kasal garchi burunqidek undaq qo'rqinchli bo'lmasimi, biroq yanala tadbirlik bo'lishini o'zida kelgusida ba'zi yomon oqibatlarniki kelib chiqib pushaymon qilishdan saqlanishni umid qilma. Hammanglarning anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.